onasini emsin. Taklifnoma ochib qarasam, bu ham qizil pasportda, bileti bilan. Nima balo bu znak? Srochno chet elga chiqib ketmasa bo'lmaydi, dadasi. Qarang, znak. Qizil pasport, ichida bileti taklifnoma. Вообще bor-ku. Qanaqa znaklar bo'lyapti, o'rtoqlar. Bu yil lekin o'zimizga plan qo'yganmiz, er-xotin. Kamida 4 ta sayohatga boramiz. Birinchisini Phuket bo'ldi. Xudo xolasa ikkinchisi meni Xitoy sayohatim bo'ladi. Mayda yana inshaalloh oilaviy sayohat, avgustda yana inshaalloh sayohat. Xullas sayohatlar bo'lsin. Normalniy turoperatorlar bo'lsa chiqadi. En zo'ri mandarinda zo'ri deylar. To'g'ri, mandarin ishon. Puling to'laysan, hurmatda borib kelasan. Mandarin menga